Men mushu bozordagi Saidi degan odamning o'g'lini izlab kelgan. Dadam bijak barmi deb ketgili zamonli ulab ketdi. Dadam nim bo'libdi? Sili nim bo'libla? Hech nima tushunmadim ya men. Sili bilan qumliq ichiganlik qana? O'tdadingmi yo bishnimi qildingmi? Qumliq kishgandan keyin men ko'pchilikni quruq aylantirib, u joyga amalboy yaqinlashtirmayman. Qumliq xalqi. Demak, qumliqli bo'lsa, ular bo'ladi ekan. Agar qumliq yutib ketsa, ularmi ko'chib ketadi ekan. Asosli maqsad yutib ketgan yo'ldoshlarni izlamoqchi bo'lyapmiz. O Saidi emas. Balki uning qiyofatiga kirib olgan sirliq biri bo'lishi mumkin. Men sal qo'rqib qoldim. Shu tap hozirni tushunmikan deb o'ylayapman. Senlar qumliqdan chiqib ketsam, ondan ularni qaytarib beraman. Tekli makanda ko'rganlarim. Abdoring Alvasti begim. 2-bölüm. 1-qism. Qashqar shahri. Qashqarga kelibla Saidining idorasiga berib, uning qaytib kelgan kelmaganligini so'rasam, biraylar menga Saidi idoraga qaytib kelmadi, uning uyiga bering dedi. Shuning bilan surishtisini qilib yurib, uning o'g'lining qassob ekanligini, har haftasi yakshanba bozordan topqili bo'ladiganligini anglab, odul yakshanba bozoriga qarab yo'lga chiqdim. Ta'lim o'ngdan keldimi yoki shundoq to'g'ri kelib qoldimi, aytavur. Bugun dal yakshanba kuni ekan. Men bozorga kelgan chig'imda bozor qaynam tashqinlikka to'lgan ekan. Kasa paypoq satan paypoq. Sesiplik etmese avlatdan avlatga kelsingizmi ishitilmaydigan paypoq. Shingan chiqadigan to'p paypoqmi bojima? Kasa. Jan yerimning beg'ida pishib qopdi olmala. Mehmonlarning mayliga tayyor bo'ldi mantila. Kelsi mehmon kelsa, hozir qasqandan chiqdi-ku mana. O achu, mantili qancha pul? O, shukam. Ochangdek odamga gap atmay o'yna jug'u. Yili baqa to'ysan mantiga. Ajab yomon cho'kankan ya. Bozordan tijoratchilar har taraflab varqirab, bozorni nihoyatda qizitib etgan edi. Boshqa vaqt bo'lgan bo'lsa, savdogarlarning eg'iziga qarab, kulib yetib qolgan bo'ladi. Lekin hozir kulgudak madorim yo'q. Shunda xira kayfiyat ichida bozorni aylanishga boshladim. Chimish satay chimish, chimish ilingli chimish. Ay kishining bishiga o'si egilib ketmaydi, boshni yamaydi, ko'zni qizatmaydi. Xonim qizlarning eng yaxshi tanlashi. Bugun bu at yo'q. Bishdan setib olsangiz ko'ngil to'q. Kelinglar xaridor, kelinglar, chimish sotib chimish. Eg'zingizdan chiqqin hisob. Kelinglar xaridor, kelinglar. Quloq qo'lig'och, elinglar quloq qo'lig'och. Alamat quloq qo'lig'och, mana elib olinli. Ha, elib olsangiz pushaymon qilmaysiz. Azam bo'lib ketdi. Aka, quloq qo'lig'och olamla. Pakiz chiqirdiqni jumama. Nim deydigandi mabla? Ugan bulu, ma quloq anglaydi. Gasulab qolganda sizni izday jimafkan. Sopun satımı sopun ilivlingli. Kirni alamet pakiz chiqirdigan yaxshi sopun ilivlingli sopun. Acha, sopun ilib olamla. Nimada ko'zamning balxonsi qaylaydiki debdi men. Kistiray ko'rinib qoptiqda afkam ko'zlarga. Bozorni xeyli uzun aylanib yurib, aran deganda qator tizilgan qassoblarni topdim. Nas bosqandek qassoblar meni xaridor o'xshaydi deb o'ylab qoldi bo'g'ay. U yoqdan bu yoqdan chaqirib, eski chopidimni yirtib atkili tasli qoldi. Ha, kelama ufkam kelama. Mayoq kelama ha. Aka qo'yning go'shidan kesayma. Oy, kim? Sizga yeydigan qo'y naq mushujuma? Terisini so'yversak to'lmatamla. Fuka. Avakaslar. Ha. Bak kichik vaqtlardan sizni isib qo'ygan qo'yamiz juma. Avakaslar deyma. Mushu dal sizlar oldig'imdan juma. Yo, appaqku. Bu qaylab menga yerla.
go'sht og'ili kelganmi ya? Yo, manda qaylab qo'saq to'yg'izg'ili kelganmi? Biroq qo'yni izlab kelgan bo'lsa, terisi yo'q, to'niyolmayapamli ya. Qassoblardan biri mening yo'limni to'sibdi shundoq dedi. Menmi gapni agitmayli dedim. Aka, men go'shamayman. Odam izlab kelgan. Heliqi odam miyig'ida kulib qo'ygandan keyin esib qo'ygan qo'ylarni ko'zitib turib dedi. Ha, mandada. Ma'ulning orasida bormikan? Ay, aka chaqchaqni qo'ysizlar. Men mushu bozordagi Saidi degan odamning o'g'lini izlab kelgan. Bak moyim ishim botdi deyman. Odamning tishig'i tegdi ekanlar. Ha, manda deysizlar. Tishlari eg'izlar dikafkan. Qo'limni tiqsammo tegmaydi ekan. Seni izlab kelgan bola Seyit Saidi shumu ya? Shundamikin? O'g'lining ismini o'qimayman. Ishqilib dadasining ismi Saidi edi. Ah, Mushratdan uddul mansılar 20-30 metr nerisida qishliq tumaq kiyib olgan bivolva. Chiroyi palpat chiroq ko'ringan bola. Siz izdigini shumi ekan? Ha, ma'qul. Amsi shu yerga berib qo'y. Rahmatchima aka. Ha, bo'ldi. Ömrümni quruq rahmatga bak o'shkanman. Menga basa. Qassobning gapini anglab, nima deyishimni bilinmay, ma'qul degandan keyin ko'z tutib qo'ygan tarafga qarab mangdim. Birdan mangandan keyin qassob aytgandek kaltiyan maykaga qishliq tumoqni moslashtirib kiygan bir yigitni uchratdim. Yigitning chiroyining bir yerlari Saidiga o'xshaydi. Demak, u Rasululloh Saidining o'g'li edi. Shundaqdimi, jazmlashtirib beqish uchun uningdan so'rdim. Yaxshimisiz? Sizlar. Siz Saidining o'g'limi? Yo'q, sizlarchimi? Men uning xizmatdoshi. Men uning o'g'lini izlab kelgan. Ilm berim bormidi ya? Yaqay, so'raydigan shu bir yig'iz gapatdi. Siz uning o'g'li emasmi? Ha, odat tikkapmidi. Ha, shu odat tikkapti. Siz u odamning o'g'lini tanamsiz. Ilm berim bo'lmasa, men uning o'g'li emas. Lekin men uning bolasi. Ha, gap bo'lsa, men deysizlar bo'ladi. Yigitning chiroyiga qarab turib qoldim. Tova. Mushundaqmi odam bo'ladi ekan desa, aniqli meni zangli qilg'ini bu. Shu taqda moyim ishim bo'lmagan bo'lsa, oldimdagi Maul Guyni tug'ilgan yeriga yo'lga solgan bo'lardim. Lekin hozir Saidining xabarini olmasam bo'lmaydi. Faqat yutib ketganlar tepilg'icha men o'zimni tutib olishim kerak. Shularni o'ylag'ash o'zimni tutib olib turib dedim. Chaqchaqqa xeli ust ekansiz, ha? Fursat bo'lsa, paranglashib ketaman. Hay, so'rab baqsam. Dadingiz uyga qaytib keldimi? O so'zimni anglab, javobning o'rniga birer yil yumaganda ko'rinadigan choy qutisini qo'liga oldi. Ondan bir yutum choyni ichib olgandan keyin intayin samimiylik bilan ko'zimga tikilib turib dedi. Voy tang'jima. Siz bejirim saq odammi yoki menga ishonmayapsiz? Men qarang, dadingiz bilan ikkimiz o'xshash bir yerdan tushib ketgan. Bu ishqi sal astoydilroq bo'lsangiz qandaq? Voy. Dadam bijak bormi deb ketgili zamonli ulab ketdi. Sizlarmi bizning uydagi radiodek tushuniksiz xabar so'zlaydigan odam kellar. Men qayda qilib bersam bo'ladi sizlarga? Dadam nim bo'libdi? Sizlar nim bo'liblar? Hech nima tushunmadim ya men. Men uning javobini anglab, Saidining texchi qaytib kelmaganligini his qildim. Demak, u yanada qumliqda. Mendan boshqa hech kim qaytib chiqolmagandek qiladi. Bozordan qaytib chiqqandan keyin yo'lning bo'yidagi gullikda o'ltirib, qanday qilish haqida o'ylanishga boshladim. Saidi, hay Saidi. Sizga zodin nima ish bo'lgandi? Hammanglar hayotmi? Qanday qilsam sizlarni topa olayman? Qanchalik o'ltirganimni bilmayman. Xeyli uzun o'ylangandan keyin yolg'iz yana kelib piyoda menib hech ishni bir boshqa ep chiqolmaydiganligimni tonib yetdim. Ko'p o'ylanib, hech qanday amal topolmagandan keyin yaqin atrofdagi soqchi punktiga berib, bu ishni ma'lum qilib, soqchilar bilan birga qumliqqa berib, yutib ketganlarni izlash qaroriga keldim. Moshunda qilmaymi amal yo'q. Chunki men hozirgi nimjon holim bilan ularni izlab tepishim mumkin emas. Shunda qilib, Taysirin biriga o'ltirib, delo ma'lum qilish uchun soqchixonaga qarab yurib ketdim.
Saqchixonaga yetib keldim. Kelgan chig'imda eshik oldida bir saqchi post turayotgan ekan. U mening kelganimni ko'migashga amalsiz eshikni o'rdim. Saqchi yo'ldosh, yaxshimisiz? O'g'avalo, buvamning uyimikin dedinglarmi? Bo'shroq usam chigizmay deb qoldinglarmi ya? Satvoldi, jiddilashib shunda qattiq urib saptiman. Men bir ishni ma'lum qilay deb kelgan. Anim bo'lsa bir ishkin. Ikki sho'lab qolgan bo'lsa bo'sab chirakansizlarmi yaga? Mogoda qaylabdimi, chirib ranglamayongamsa? Saqchining gaplarini anglab, darhol ichiga kirdim. Ular mendan ahvol egallagandan keyin Saidi bilan Van boshliqning idorasini tafsiliy so'rab chiqib ketishdi. Oradan xeyli vaqt o'tgandan keyin ular qaytib kirdi. Lekin bu qitim ular boshqacha surhayu bilan qaytib kelgan edi. Ular meni so'roq uyiga epmangan chig'ida nimish bo'lganligini faqatla anqiramay qoldim. Takli makonda ko'rganlarim. Abdoring Alvasti Begim. 2-bölüm. 2-qism. So'roqxonaga kirgandan keyin bir saqchi so'z boshladi. O'tta sangli bo'ladi. Mush yerdimi? Qayerda o'tiradigan? Beshimda o'tirib paqamsizlar ya. Yaqay, men undaq demoqchi emas. Yo, qumdek so'zlaydigan bola ekanlar. Qopamay o'tirib hamamla. So'zlaydigan pishki gap bor-da. Ma'qul. Men shundaq tapli o'rindiqda o'tirdim. Ondan oldimdagi saqchining bir jup ko'zi ikki ko'zimga miqdek tikilib, chiroylicha so'z boshladi. Isming nima? Ismim Kamal. Ha, bo'libdi. Ajab yo'g'a isming vakki. Mening ismim Mehmetjon. Mehmet boshliq deb chaqalsanglar bo'ladi. Bo'ldi boshliq, naq gapib kelayli. Meni zodi nemish so'roq qilatsizlar? Voy, baytdan beri qilganlaring nesi gapmi-ta? Sizlarga dedim, men bilan birga qumliqqa kirgan odamlar yetib ketdi. Hozirgi eng muhim masala ularni tepish. Nemish tushunmaydigansiz? Tezroq bo'lmasa ularning hayoti xavf etishi mumkin. O'g'avalo, ular qiynamasa, tafsili bir danglar anglaylar. Ma'qul. Ayni chaqda biz nechalan qumliqqa kirgan. Men saqchiga boshdan boshlab toki Saidi tushib ketgan. Saidining orqasidan o'zimni tashlab olganiga qadar so'zlab berdim. Saqchi deganlarimni anglab, u yerdan bu yerdan savol so'rashga boshladi. Chapanchi qo'ydinglar? Rostla shunday bo'ldi. Ha, biz o'rnida cho'gilab qo'yinga aylanib ketadigan bola, put chiqarib jug'ralaydigan chapan, xushpiroq puraydigan cho'kan, yana biz mo'moyim bataxa. Ha, mohikayi qiziqgan juma. Aka, men sizlarga chaqchaq qilmadim. Deganlarimning hammasi rost. Ishonmasanglar, yutib ketganlarni tepib shulardan so'rab beqinglar. Heliqi Saidi degan odam tushib ketdi. Silimi oqsidan parashyut osmayli sakirdinglar. Sizlarcha chiroyinglar bilan bijadamni deb 5 metr yerdan sakriyalaydigandekmi? U chaqda faqatli amal yo'q. Men bu sakirmay amal bo'lmadi. Manda danglar. Ustikansizlar. Lekin mayika ayollar toza aplashmadi juma. Shundoq degash menga qarab kulib qo'ygandan keyin sal ochiq kelgan qiyofatda mendan so'rdi. Men qaylanglar o'g'avlar. Sizlar to'la to'ta akishni o'tag'izib qo'yib gap qilsanmi? Eng yaxshisi rost gapni deb qutulanglar. Endi men naq gapni biz qilay. Sizlar bilan qumliq ichiganlik qana? O'tadinglarmi yo biz nima qildinglarmi? Men degandek hammaylar qumliqda yo'qolib ketgan. Agar gapimga ishonmasanglar, sizlarni boshlab boray. İzlesak cho'qim topqil bo'ladi. Saqchi so'zlarimni anglagandan keyin mushtimini tugib, qo'llarini qara siltib hayva qildi. Etdigan yaqmanda turib bo'lsam, yumshoqmanda ko'rayotamsizlar ya. U ya bu yerlaringni silab qo'ymasam chiroyli iqro qilmaysizlar shundami? Qanday qilsangiz mayli, saqchi yo'ldosh. Mening fikrim o'zgarmaydi. Agar mening gapimga ishonmasanglar, gapimning oxiri tugmay turibla, eshik ochilib, eshikdan bo'y turqi men dematlik. Ammo menga qaraganda salobatli ko'rinadigan bir yigit kirib keldi. Yigit udul mening oldimga kelib o'tirdi.
Andın bana özünü tanıştırdı. Mening ismim Mansur. Bu yoq mening yaqin yordamchim Mamatjon. Men yutib ketgan odamlarning idorasi bilan aloqalashdim. Ular sizdan ko'proq gumonlandi ekan. Navbatda siz nurg'un odamni yo'qolib ketishiga sababchi bo'lgan eng chong gumondor. Shunga siz aktivlik bilan o'zingizni bor bo'lgan masalalarni topshirib, ko'rgan, bilgan, qilgan etgan barliq ishlaringizni bir-birlab so'zlab berishingiz kerak. Saqchining so'zlarini anglab, bir turib kulgim kelsa, yana bir turib ko'nglimda ansirab qoldim. O'zimdan emas, balki qumliqda izdiraksiz yo'qolib ketganlardan ansirab qoldim. Chunki saqchilar so'zimga ishonmasa, men qumliqda yutib ketganlarni izlayamaydim. Men qanday qilsam menga ishonisizlar, ha? Mundaq faraz qilib boqayli. Birinchi, sizlar qumliqda bir yaxshi guyorni uchirtib qoldinglar. Ondan siz hamrohlaringizning aloqa qurollarini o'g'irlab, bir taraf qilib etgandan keyin hamrohlaringizni joylab etdingiz. Ikkinchi, sizlar bir yaxshi narsa tepib oldinglar. Ondan siz hamrohlaringizning aloqa qurollarini tiqib olib, yo'shirin qaytib chiqdingiz. Uchinchi, sizlar bir Voy bo'ldi saqchi, bo'ldi. Men saqchining so'zini anglab taqat qilib bo'lanmay, uning so'zini bilib etdim. Siz nimishqa bunda faraz qilasiz? Menda ya mashina bo'lmasa, necha odamni joylab etib, qaytib chiqish qanday mumkin bo'lsin? Sizlar beqing. Undaqda men epkagan yaxshi narsa qani? Agar men sizlar degandek odam bo'lsam, nimishqa saqchixonaga kelgurakman? chunki siz plan tuzishga mahir. Of. Qarang, ishlar hargiz undaq emas. Men Saidi ikkimiz bir ozgalga tushib ketgan. Keyin men hoshimdan ketibdiman. Uyg'onsam, ajoyib bir yerda yetibdiman. Yonimda turgan bir odamni ko'rdim. Keyin u odam menga do'rdek bir nimani ichirdi. Ichib bo'pla ko'zimni ochay debmi ochanmadim. Bir chog'da ko'zimni ochganda qumliqda yetibdiman. Yana kelib, xotanga yiqildi bir joyda. Men oldimga kelgancha mangdim. Yerim kundek yo'l mansam, qumliq tugab bir sayohat rayoniga kelib qoldim. Oylanib yurib, xotanga kelib qopdiman. Ondan udul mashinaga o'tirib Qashqarga keldim. Ondan surishtirib yurib Said akamning uyiga keldim. U odam qaytib kelmabdi. Shuning bilan udul saqchixonaga kelib, mana bu ishlarni dedim. Hay, kim bilsin bunday bularni? Bunday bularni bilsam, sizlarni izlamay Saidining idorasidagilarni izlakaman. Men afsuslanish ilkida so'zimni tugatdim. Gapim tugagandan keyin Mansur ismli saqchi gap qildi. Siz demisingizmi? Men u idoraga berib keldim. 10 kun burun Van boshliq ismli biraylan sunniy amrolik telefonda idoraga telefon qilib, o'zining cho'ng bir ishni bayqaganligini, uzunga qanmay idora rahbarligini hayron qoldirganligini doklatib ekan. Keyin aloqa uzilib qopti. Hay, bo'lmasa bunda qilayli. Mansur saqchi bu ishni o'zi bir qo'lliq hal qilsa, ishlarning yaxshi bo'lmaydiganligini. Shunga men bilan billa Saidi bilan Van boshliqning idorasiga berib, bu ishni yuqoriga doklat qilib, yuqoridan buyruq tushgan hamon zarur tepilsa, mening yo'lboshchiligim ostida qumliqqa yana bir qitim kirib, yutib ketganlarni tepib chiqadiganligini. Agar so'zim yolg'on chiqsa, menga qonun bo'yicha chora ko'radiganligini dedi. Bu gaplarni anglagandan keyin sal xotirjam bo'lib qoldim. Ular, ya'ni Van boshliq, shu professor Saidi hayotmidi? Meni ep chiqib qo'ygan zodi kim? Ish qilib odam emas. Yel bizga o'xshash, tez yuguradigan birisi bo'lishi mumkin. Aras. Men berib qolgan hilqi joy qandoq yer? U yerni qayta qandoq tepish kerak? Men qaysi yo'l orqali kirdim? Qaysi yo'l orqali qaytib chiqdim? Boshqalar menga o'sha yerni topqin desa qandoq qilaman? Hey. Shularni xiyol qilg'ash, kallam bakli qetib ketdi. Qanday qilishni zodili bilamadim. Faqat matquvonni topsaqla, nurg'un ishlarga javob tepilatdi. Xiyollarimning oxiri uzilmaydi. Nemishqikin, ko'nglim faqat oromida emas. Xuddi bir shumliq meni kutib turgandek. Ko'nglim shundoq parishon edi. Tezroq ko'pchilikni izlab tepishga oldirib ketyapti. Afsus. Men oldirgan bilan mushu o'ltirgancha saqchi idorasida bir hafta o'ltirdim. Bu jarayonda 17 qitim so'roq qilindi.
har qitim o'xshash bir so'zni takrorlayverib, soqchilarning ichini siqib etgan bo'lg'ashqa, ularni so'roq qilishdan zerikdi bo'g'ay, burunqidek to'li chaqirmas bo'ldi. Shunda qilib, yana necha kun o'tib, soqchi idorasiga kirgan 11-kuni meni Shanxaydan bir odam izlab kelibdimish. Anglabla hayron qoldim. Chunki Shanxayda mening tuqqanim yo'q. Bu cho'qim Saidi bilan Van boshliqqa munosabatli bir odam bo'lishi mumkin. Nimala bo'lsin, ko'rishib beqishim kerak. Sirtqa chiqqan chig'imda degandek ikki odam saqlab turgan edi. Biri nihoyatda oddiy sodda kiyingan 50 yoshlar atrofidagi ziyoli sifat kishi edi. Yana biri qora ko'zoynak bilan qora rangli shapka kiygan qiz edi. Men Mansur soqchi bilan birga ularning yeniga keldik. Yaxshimisiz? Oldiga kelishimiz bilan tangla o'ttir yosh ziyoli sifat odam qo'lini tanglab, Xanzu tilida bizdan ahvol so'radi. Menmi qo'limni sung'ash dedim. Ahvol so'rag'iningizga rahmat. Naq gap kelsak, sizlar kim bo'lasizlar? Men Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga yangidan keldim. Bu qitim yetib ketganlarni izlash bilan birga yo'ldoshlar qilib bo'lolmagan ishlarni tekshirib, tadqiq qilmoqchi. Meni Sav aka deb chaqirsangiz bo'ladi. Bu yoq bo'lsa, yetib ketgan Van boshliqning qizi Lili. Men bilan birga dadisini izdigiri keldi. Qiz bor ekan deb qolma. Bu yoq harbiy septimi turib baqqan. O'zining hojatidan o'zi chiqa oladi. Sav aka o'zini tunishtirgandan keyin biz uzoqdan uzoq paranglashdik. Men bo'lgan hamma ishlarni Sav akaga yana bir qitim so'zlab berdim. Gaplarimga ular ishondimi yo'q bilmayman. Lekin hamon bir kuni ishindiganligi aniq edi. Shunda qilib Sav aka boshlig'ida Lili va men uchaylan qora rangli qomkezar mashinada xotanga qarab yo'lga chiqdik. Tekli makanda ko'rganlarim. Abdoring Alvasti Begim. 2-bölüm. 3-qism. Sav akaning deyishicha, hozirgi eng chong umid yanala Matquvand ekan. Biz uni topsaqla, barliq ishlar oson bo'ladi ekan. Bu gapga menmi qo'shildim. Chunki mening xiyolimmi dal Matquvanda qolgan edi. Xotanga mang'ucha Sav aka bilan xeyli chiqishib qoldim. Ammo Lili bilan biror eg'izmi paranglashmadik. Jimg'ur ko'ringan bu qiz dadisining yetib ketishini mening sababimdan deb o'ylash kerak. Patpatla menga olib qo'yatdi. Zerikishlik safarmi oxirlashib, Xotanga yetib keldik. Xotanga kelgandan keyin yana bir nechaylan bizni saqlab turgan ekan. Saqlab turganlarning biri 200 kilo besim bilan yer sharining umrini qisqartgan porko'tak. Yana biri qurib ketgan o'rikka o'xshash, chiroyi qo'riq bilan to'shib ketgan 85 yoshlar chamisidagi bo'voy edi. Balkim bu kishi Saidining dadisi bo'lsa kerak deb o'yladim. Men ular bilan qo'l ilishib ko'rishgan chaqda porko'tak qo'limni siqib, nafsimni to'xtatib qo'yg'ili tasliq qoldi. Hay. Sizga takkan xotinning jiniga voykan. Tutqanligi narsani moshunda siqilib tursangiz, o'lib qolmamdi u. Oy, xapamang ukam, qo'lingiz bak yumshoqkan. Porko'tak eg'izdan ko'pikchi chachirtib shundoq degan edi. Ko'nglim san-sanoqsiz bearamchilikqa to'ldi. Ming tasda porko'takdan yiroqlashib, buvayning oldiga kelib qo'limni uzatdim. Yaxshimisiz buva? Mening ismim men bilaman. Ismingiz Kamal. O shundoq kulib qo'yib, ondan qo'limdagi uzukni silg'ash dedi. Bu narsa. Bu uzukni menga xushpuraq bir qizchaq bergan. Buni desammi, baribir uqmaydilar. Uqmaydilar? Yigit, bizni kichik ko'mang. Yosh vaqtlarimizda bizmi xeyli ishlarni ko'rib, mush yoshga kelgan. Bu tosh
sal ichimni siqib Bovay kulib turib shundoq degash, hossi bilan yerdagi beshimdek yo'g'on bir toshni urdi. Orqadilla eliqi tosh xuddi nech tonni besim bilan urgandek parcha bo'lib ketdi. Buni ko'rib, hayronlikda eg'izimni echib qoldim. Tova. Bir bo'lsa, bu qeyrning hossi ajoyib karameltik hossa. Yana bir bo'lsa, bu qeyri ajoyib karameltik qeyr ekan. Bovay meni bakla hayron qoldirgandan keyin bu bovayning yinida ehtiyotjon bo'ladigan bo'ldim. Shunda qilib men bovay, Sav aka, Leli, Porkete qatorliq nachaylan avval Matquvanni izlab tepib, topolmay qolsak mening yo'l boshchiligimda xotin tavalligidan qumliqqa kiradigan bo'lishdik. İçimde Matquvanning tepilishini shunchalik orzu qilardim. Toki Matquvanning uyiga berib, uning ishigidagi kallamdek yo'g'on qulupni ko'rganga qadar Matquvandan umid kutgandim. Lekin uning ishigining taqoq ekanligini ko'rib, egiz tog'dan pastga tushib ketgandek hissiyotda bo'ldim. Hey, endi qanday qilamiz? Men ko'pchilikka qarab, endi eg'iz ichishim bilan tang Matquvanning uyidan menga tonish bo'lgan bir ovoz anglandi. Kamaljon. Bu dal Saidining ovozi edi. Bu ovozni anglab, yuragim döpüldab so'qib ketdi. Darhol darvozaga silingan qulupni buzib, hovli ichiga kirdim. Hovli ichida Rasululloh Saidi bizga qarab turardi. Qulupning ta'siri buzilganini hisobga olmaganda, hech qanday jabbo topmayla Saidini tepib oldik. Darhol yugurib berib, uni quchoqlab bag'rimga bosdim. Ko'zimdan necha tomchi yoshmi chiqib ketdi. Ha, menda neriroq turing, ha. Qo'pol anglangan bu ovoz nemishqikin burunqidek yiqishliq bilinmadi. Ammo Saidi degan qeyrni pek seg'inganligimdan bo'lsa kerak, ancha parvo qilib ketmayla uni quchoqladim. Shundoq turib, xeyli uzun yig'ilib olgandan keyin uni qo'yib berdim. Saidika, shuncha egiz yerdan tushib ketibmi? Ajab o'lmabla. Vay. Ölüm sizden aylansın. Çaqchaqni qo'ysizlar. Sizlar qandoq bo'lib bu yerga kelib qoldilar? Sizlarni kim solib qo'ydi? Men aqaslarni saqlab turgan. Ondaqda sizlar moshunda qarab turdingmi? Ha, men qarab turdim. Qanda? Saidi shundoq degach bizga putini ko'rsatdi. Qarabla Saidining ikki putining sunganligini bilib olg'ili bo'ladi. Putim musholatda, men yana nima qila olaydim? Doktorxonaga bormadingizmi? Yerlik tengqchilar tengib qo'yishdi. Musholatda bir oy tursam, yada sigidek bo'ladi ekanman. Apla. Ata bizning maxsus doktor keladi. Putingizni yaxshiroq tekshirib boqayli, ha? Bu gaplarni anglab, Sav akimo nima deyishini bilmay to'xtab qoldi. Saidi bizning gap qilishimizni kutmayli yana eg'iz ochdi. Bilsam bilmasam, sizlar bu qitam odam izlashga kelgan. Shundami ya? O shundoq degash menga qarab qo'ydi. Ondan Saidi meni chatga tortib turib, quloq tubimga gap qildi. Eliq ishni dedingizmi? Qaysi ishni deysiz? Ey, qumliqning maxfiyatliklarini deyman. Dedim. Ajab yo'g'osh qilibsiz. Sizg'o eg'izingizda gap yotadigan bola emas. Demisam menda nima mal? Toz qoldim. Haqasangni qumliqda joylayotgan degan qalpoqni kaygili. Qandaqli bo'lsin, endi qumliq kirishga qat'iy bo'lmaydi maqala. Lekin bu gapga ular ulmaydi-da. Men shundoq degash Leli bilan Sav akini ko'rsatdim. Saidi gaplarimni anglab jimib ketgandan keyin chaqliq o'rindiqni aylantirib Sav aka bilan Lelining oldiga keldi. Sizlar bo'lgan ishni biraqur anglabsizlar. Yana so'zlasam, yana shu. Meningcha qumliqqa endi kirmanglar. Men va'da qilay,
Matquvon yutib ketganlarni tep berdi. Hamma odamlaringlar saq qaytib chiqdi. Qumluq bilan amdi etishmaylar. Ularmi o'z kunida olsin, ha? Saidi shundoq deb so'zdan to'xtadi. Qarg'on seri Saidini boshqacha his qilishga boshladi. Uning so'zlashlari, ochiq gapi, ilgirgiga qat'iy o'xshamaydigan turqi meni g'alitilik qilib qo'ygan edi. Biz mushiyaga kelgan ekanmiz. Endi qaytib ketsa qamlashmas. Onun ustiga bu ishni yuqoridan tasdiqlab, rasmiy holda ko'ngil bo'lyotdi. Men savobigim bu ishni cho'qim aniq qilib o'tmay turib, bu yerdan hargiz ketmayman. Undaqda eng oxir qitim so'ray. Qumluqqa nima maqsad kirsizlar? Asosli maqsad yutib ketgan yo'ldoshlarni izlamoqchi bo'lyapmiz. Agar yutganlarni men qaytirib olsamcha, ya'ni kiramsizlar. O'xshashlik kiramiz. Hozir qumluqda yangi bayqash bo'lish imkoniyati nihoyat yuqori. Amisa o'limdan boshqa yo'l yo'q ekan. Ortiq so'zlashdan hojat qolmabdi. Men o'zim sizlarga yo'l boshlayman. Hay, Saydaxon, siz nima o'lim, nima ko'rimkan u? Yaningizda men tursam, nimadan asraysiz? Men hamma ishlarni o'g'irlashtirib qo'ydim. Ata sar 50 nafar harbiy, bir nafar oliy qo'mondon biz bilan birga kirdi. Bizga bir tol chivinmi chiqilishga jur'at qilolmaydi. Bizning bexatarligimiz butunlay kapolatga ega. Endi o xotirjam bo'lgansiz. Aran 50 nafarmi? Vaqti kelganda ko'ramiz. Sen mening odamimchimi? Saidi mening yinimga kelib shundoq degach, sovuq kulib ketgandan keyin Harvining chaqini aylantirib sirtqa maqdi. Saidi chiqib ketib orqadan porkudak bilan heliqi bovay yinimga kirdi. Bovay Saidining orqasidan xeyli uzun qarab turib ketgandan keyin dedi: "Bu odam sal boshqacha turdi. Meningcha tegitakdini aniqlab beqish kerak." Aniq. Bu odamning tegitakda nihoyat aniq. Bu odam Qashqarda ishlaydi. Ko'p qitim to'p ko'rsatgan odam. Ilgari biz bilan necha qitim ko'rishgan. Sizningcha bu odamga issiq o'tib qolganmidi? Saydaxonni men bilmaydigan yerda emas. Men qarasam, hozirgi chiroydan shumliq yig'ib turdi gap. Xuddi boshqa bir odamni ko'rgandakli his qilyapman. Shumliq deb qo'ying. Bak bo'lmasa Kamoljon biz bilan birga bo'lsa, Saidini doktorxonaga o'g'irlashtirib qo'ymizmi ya? Meningcha Saydikamni birga ilib olaylik. Men yo'l boshlashga ishonchim bo'lmag'achqa aldirashli gapga qo'shiq soldim. Oldin qaytim safar jarayonida men hushsiz yetib qolgan. Shunga Saydikam mendan yaxshiroq. Maylamsa, baribir bizda doktor kam emas. Tekli makonda ko'rganlarim. Abdurin Alvasti Begim. 2-bölüm. 4-qism. Shunda qilib, bu qitimqi qumluq safari boshlanish oldida turibdi. Turibla opam esimga kelib qoldi. Bu qitim xuddi qaytanmaydigandek bilingashga opamga bir parcha xat yozdim. Suyimlik apa, yaxshi turyotamsiz? Dada, sizchi? Men yuqorining o'g'irlashtirishi bilan qumluqqa ishkirlab kirmoqchi. Balkim bir necha yilgacha qaytanmasligim mumkin. Mendan hargizmi ansirmanglar. Suyimlik dada, apa, sizlarni yaxshi ko'raman. Yarmas o'g'linglar Kamoldan. Xatni yozib bo'lgandan keyin uzoq yig'ladim. Ondan xatni Sav akaga topshirib berib, Saidining yeniga chiqdim. U avvalgidek chaqliq o'rindiqda o'ltiradi. Aka, qandaqroq? Kayfiyatingiz buzilib qopti-ku.
Aka, sizce bu qitim qumliqqa kirsak qaytib chiqa olamizmi? Chiqolmaymiz. Balkim siz chiqa olishingiz mumkin jima. Keyingi qitim odam boshlab kelmang. Bo'lmasa, sizmi yaxshi kun ko'rmaysiz. Odamdek bir gap qilsangiz bo'lmamdi. Hech nimani tushunmadim men. Yo'lni men boshlayman. Siz aralashmang. Qumliq kishgandan keyin men ko'pchilikni quruq aylantirib, u joyga amalboy yaqinlashtirmayman. Jima? Qayaga? Qum xalqi boyagimi? Ha. U yerga borsam hamma odam biroqli o'ladi. Bormiz tushamiz. Birdan o'ladi. O'xshashli o'lamda? Ha. Saidi oldiba kayni yo'q gaplarni qilayverdi. Men uning so'zlarini tushunamagachga, biz shu qadar uzoq paranglashdik-ki, kash bo'lib tong suzilganga qadar uxlamay paranglashdik. Tong suzilgan chaqda uxlab qopdim. 1-2 soat uxladimmikin. Bir chaqda Sav aka meni uyg'otdi. Kamaljon. Oy, Kamaljon. Ha, yo'lga chiqaylik-mikin. Sho'lgiyimni surtkash o'rnimdan turib sirtqa chiqdim. Sirtda bir muncha harbiy sap tuzib turadi. Qator tizilgan mashinalar, yemaklik, suv degandek lozimatliklarmi ayrim mashinalarga joylashtirilgan bo'lib, bu qitim Sav aka tayyorlikni xeyli puxta qilgan edi. Amsa darhol yo'lga chiqaylik. Sav akaning ovozi bilan tang qo'mondan degan odam harbiylarga buyruq berdi. Orqadan hammaylan ratlik mashinaga o'ltirdik. Men, Leli, Sav aka, Saidi qatorliq to'timiz bir mashinada o'ltirdik. Mashinni Sav aka Saidi ko'rsatgan yo'l bo'yicha haydadi. Anim bo'lsa ta'lim bor gap. Saidi bo'lmagan bo'lsa qandoqmi qiladimi? Arqamizdan kelayotgan qator mashinalarga qarab, shularni o'ylab qoldim. Oqshom uxlamag'achqimikin mashinaning silkinishida tezda uxlab qopdiman. Bir chaqda ko'zimni ochsam, allaqachon qumliqning bag'riga kirib bo'ptimiz. Saidi kallasiga kelgancha yo'l boshlash bilan oldirash edi. Tamakidan bir tal ilib tutashtirib o'ltirdim. Safar shu tariqada davomlashib, oxiri kech bo'lib ketdi. Kun nayzi bo'yi qolgan chaqda biz to'xtab, aram ilishga o'rinlashdik. Chidir qurildi. Hammaylan ratlik tamoq yegandan keyin aram ilishga kirib ketdi. Saidi bilan menmi paranglashmayla aram oldik. Bek charchab ketgashkimikin hech nimani sezmay uxlab ketibdimi. O'ylamaga yadin atsi sahar Sav aka 2 odamning yo'qolib ketganligi xabarini yetkazdi. Atiganlik kayfiyatinglar qandaqroq? Sav aka tamakidan 2ni Saidi ikkimizga sunug'a shundoq dedi. Saidi hech nima demayla tamakini ilib tutashtirdi. Orqadan men gap qilay deb turishimga Sav aka bizning gap qilishimizni kutmayli eg'iz ochdi. Oqshom qamlashmaganli bir ish yuz berdi. Ha? Qandoq ish? Men hayron bo'lgash so'rdim. Lekin Saidining chiroyida hech qanday hayron qilish ifodasi yo'q edi. Oqshom harbiy birodarlardan ikkisi bizdan xo'shlashibdi. Ha? Demakchi bo'g'iningiz O'libdi. o'libdi? Qandoq o'libdi? Bu qandoq gap amdi? Menmo bilmayman. Saptashlarmo tong saharda yo'qlim qilgan chaqda bayqabdi. Post turganlarning deyishicha, oqshom bira g'ayri ahvolmo bayqalmabdi ekan. Bu qandoq gap amdi? Saidikam kirmayli desa unimay ketdinglar. Mana amdi ish beshidil falokat bosqil turdi-ku. Saidika, sizmi bir nima demamsiz? Gapimni anglab, Saidi miyig'ida kulib qo'ygandan keyin harbisining chaqini aylantirib bizdan yiroqlab ketdi. Voy, Saidikamning nima qilgani bu amdi? Men o tarafga yuguray deb turishim bilan Sav aka qo'limning beg'ishidan tutdi. Hay, bama. Nima ishqa? Yuring. Men sizga bir narsa ko'rsatay. Sav aka qo'limdan tortib meni bir chidirning oldiga ep keldi.
Chidir ichida ikki harbiyning jasadini ko'rdim. Jasad allaqachon ko'kirib ketgan. Bo'yin qismidan qaraganda bo'g'ib o'ldirilgan. Chiroydagi tirnoq izlaridan qaraganda qotil hargizmi odam emas. Yirtqush hayvondek qiladi. Lekin qandoq bir yirtqush mushundaq ishni qila oladi? Postda turganlar hech ishni bayqamasa, bizmi hech qanday ovoz anglamasa, bu zodi qandoq ish? Sizce bu qandaq ish? Sav akaning so'zidan xiyolim chechildi. Endi javob qaytaray deyishimga qajallardandir paydo bo'lib qolgan bo'vay gap boshladi. Meningcha bu qitim xeyli cho'ng ish chiqadigandak tilidi. Bu bir yirtquch hayvonning qilgan ishimikin deyman. Yo'q. Buni yirtquch hayvon qildi desak, amsi u hayvon qani? Birli ehtimollik shuki, bu ishni oramizdan ma'lum birsi qildi. U hargizmi odatdagi odam emas. Bo'vay so'zini tugatgandan keyin ko'zining qo'yrig'ida menga qarab qo'ydi. Acaba siz bu ishni meni qilding demoqchimi? Sening o'nchilik karomating yo'q. Amsi demishqa men qaraysiz. Sen bu ishni kimning qilganligini faraz qila olishing mumkin. Ko'proq o'ylanib boqqan. Yana savbigim bo'vay savbakining oldiga yaqin kelib turib dedi. Bu qitim mush yerda to'xtab qolganimiz yaxshida qiladi. Balkim bu bizga berilgan ogohlantirish signali. Bo'vay ko'rsatkich barmog'i bilan jasadni ko'rsatib qo'ydi. Sav aka birdam o'ylangandan keyin dedi. Bu yadli bo'ldi qilsak, men nima deb javob beraman? Ha? Yutganlarni qanday qilamiz? Mangu qerib qolgan odam. O'lim ancha qo'rqinchli emas. Biroq boshqalar. Bo'ldi. Buni deyishmayli. Men avval bo'lgan ishlarni yuqoriga bir doklat qilay. Ondan birodarlarning jasadini bir taraf qilib bo'lgandan keyin qo'mondon bilan maslahatlashib, qolgan ishlarni yana deyishamiz. Sav aka shundoq degach orqaga o'rilib ketib qoldi. Sav aka ketgandan keyin bo'vay mening yonimga kelib o'tirdi. Yigit, sizningcha biz qaytib ketsak bo'larmi yoki oldimizga qarab davomli mangsak bo'larmi? Meningcha qaytib ketganimiz yaxshimikan? Lekin yuqoridan bizning davomli tekshirishimizni talab qilyapti. Attigan qo'mondon bu ishni ko'rib bakli o'diqib ketdi. Bizni qo'g'daydigan odamning o'diqib ketishi bu faqat yaxshi ish emas. Undaqda biz hozir qaytib ketalamdik. Yuqorining talabi bilan qo'mondon qo'g'dash xizmatini kuchaytdi. Harbiylar kecha kunduz post turib bizni qo'g'daydi. Shunga hozircha qaytib ketamaymiz. Lekin meningcha unda qilganning hech qanday foydasi yo'q. Aras, sen so'roq xotirsiga o'zingning siyoqida yosinib olgan birini yezib tikansan. Shu ish esingda bormi? Bo'vayning so'zini anglab, oldingi qitimqi menga chiroyi o'z ayni o'xshaydigan mo'mayning o'g'li yodimga keldi. To'g'ri. Dal to'g'ri. Shunday ish bo'lgan. O odammikan yoki boshqa narsami? Bilmayman. Chiroyi menga o'xshaydi ekan. Keyin Saidi uning ochchig'ini keltirib qo'ygandan keyin u bir joyda piqirab cho'glaverib, bir parcha g'oyat zo'r cho'ng qo'yinga aylanib, Van boshliq Saidi va meni ajoyib bir yerga olib qo'ygan. Mundaqda. Seningcha u olvostimidi? Olvosti? Uqmayman juma. Lekin Matquvon deb bir odam bor. U qum xalqi degandek bir nimalar deganda qilgan. Matquvon deganmi pek yomon nima? Mushlar bilan tili birmikin deyman. Qum xalqi. Balan ismkan. Demak, qumliqli bo'lsa, ular bo'ladi ekan. Agar qumliq yutib ketsa, ularmi ko'chib ketadi ekan.
Şundak. Çokum şundak. Tekli makanda köygenlerim. Abdori Alvasti Begim. 2. bölüm. 5. kısım. Bovay öz-özüge şundaq pichirlab, yanchug'dan xotirsini ilib bir nimalarni yozdi. Berib qarab baqdim. Bu narsalarni ancha tushunmadim. Xotiriga bakla xatarlikkan, atalg'usidan qaraganda qumliqni yeshillikqa o'zgartish, balkim yo'qotishning chorasi o'xshaydi degandek xatlar edi. O'ylanib beqib, bovayning demakchi bo'lganlarini yanada tushunmadim. Hey, bova, sizlar nima yozyaptilar deyman. Buni biz yuqoriga topshiramiz. Biz yozgan narsalarning oz-to'la foydalanish qimmati bo'lishi mumkin. Muhurkiga gap beray, chekamsan. Bovay murakkab so'zlarni oddiylik qilib, men tushunalaydigan holatga yetkazdi. Chekay. Lekin ochiq emas-ku, ha? Ochiq bo'lmasa xumardan chiqqili bo'lmaydi. Men bovay bilan birdan paranglashgandan keyin Saidi ismga kelib, atrofga qarab baqdim. Saidi hech yerda yo'q turadi. Uningdan ansirab, butun chedirlarni birdan aqtirib baqdim. Uning chaqliq o'rindig'ini topa oldim, ammo o'z yanili yo'q edi. Bu zodi qandoq gap? Acaba uningga bir ish bo'ldimi? Ansirab, post turvatqalardan surishtirib baqdim. Birasining kirgan yoki chiqqan xabari yo'q. Bu gapni anglab, kallam gangrablik qoldi. Agar yo'lga chiqadigan bo'lib qolsak yoki qaytib ketadigan bo'lib qolsak qanday qilamiz? U meyib tursa, uni tashlab qo'yib ketishim mumkin emasdi. Lekin meyib odam qanday bo'lib yo'qolib ketadi? O'ylagan seri ko'nglim bir shumliqni to'ygandek beyorim bo'lishga boshladi. Shundoq o'ylanib turgan chig'imda orqamdan bovayning ovozi angladi. Bir ish bo'ldimi? Shundoq. Saidi yo'qolib ketdi. U menga aytdi-ku. Shundoq. Shunga bir ish bo'ldimikin deb ansirab qoldim. Bak ansirab ketma. Meningcha uzoq o'tmayli paydo bo'ladi. Harbiy ukam. Qo'mondonga deb qo'ying. To'kir odam yo'qolib ketdi. To'kir odam paydo bo'lguncha bexatarlikka alohida diqqat qilsin. Hech kim hech qanday vaqtda to'pdan ayrilishga bo'lmaydi. Shunda qilib, bovay bir to'qay so'zlarni qilgandan keyin yigit ma'qul degan ma'noda beshini lingishtirib qo'yib, qo'mondon tarafga qarab ketib qoldi. Nemishqikin bovay Saididan ozroqmi ansirab qo'ymag'ashqa, men sal sabra bo'lib qilib, boya chekib bo'lanmagan tamakini tutashtirib, yolg'iz bir joyga berib o'tirdim. Tush bo'ldi. Saidining hech qanday xabari yo'q edi. To'pchilarmi uni izlashga harakat qilmadi. Bovay yoki Sav aka bir nima demay jim turib olg'ashqa, men kutishga majbur bo'ldim. Saqlab, oxiri yana kashf bo'lay dedi. Endi chidab turg'udak toqatim qolmagan edi. O'rnimdan turibla Sav akaning yiniga bordim. Sizlar nimacha nacharlik qilasizlar? Saidi yutib kelsa hech qaysinglarning xayoliga kirib chiqmaydi-ku. Kamoljon, bizmi Saidini saqlayapmiz-ku mana. Saqlayapmiz? Saqla bo'lamda? Saididan boshqa yutib ketgan bo'lsa, yana shunday saqlab o'tirolabdinglar. Bo'pti. Saidini izlaylik. Men chiqib, Sav aka shunday degash o'rnidan turib edi, bovay Sav akaning yelkasidan pastga besib to'xtatib qo'ydi. Hay. Bu yerda mening deganim hisob. Hech kim Saidini izlamaydi. Saidi qaytib kelguncha to'pni parchalashga bo'lmaydi. Bova, sizlar nimanda qilinglar? U menga qanday qaytib keladi deyman. Qanday chiqib ketgan bo'lsa, shunda qaytib keladi. Bovayning gapini anglab chidab bo'lmay
mushtumim tugilib ketdi. Bu qeri iniqli Saidini zanglik qilyotidi. Uning qaytib kelmaydiganligini bilib turib, qasdan shunda qilyotidi. Hay. Shularni o'ylab, arvoyim 40 kez o'rilgan bo'lsa-mu, yoshqi cho'ng bo'lib qolganligini ko'zda tutib, mush bilan birini sanmadim. Bo'pti. Sizlar izlamasanglar, amsi o'zim izlay. Qandoq izlamaysiz? Ha, dabiqna, men bir anglay. Bir meyib odam qandoq qilib qumliqda yo'qab ketsin. Yana kelib, post turayotgan hech kimga ko'rinmay, xuddi shamoldaklar. Mushu holatda siz uni nereden izlaysiz? Ha? Ma'qul. Biz berib izdiduqmu deylik, nereden izlaymiz? Kallangizda silkiviting. Bu yerda haqiqiy ahvol siz bilan menga hammadan bak aniq. Agar olmadiz, menga bir ish bo'lib qolsa, bu to'pni yetaklab mangadigan odam dal siz. Buvayning so'zini anglab, o'ylanib turib qoldim. Ammo kallamda Saidili bo'g'ashqa yanada o'xshash xo'yim tutilib qoldi. Allaqachon qorong'u tushib ketgan bo'g'ashqa Saidini izlash niyatim bo'lsa-mu, amalsiz qolganligimni his qilib, sirtqa chiqib ketdim. Qorong'u tushishga boshlagan edi. Men yotgan chedirning sol tarafiga joylashgan qum dovisiga yo'linib o'tirib, bo'lgan ishlarni o'ylanib baqdim. Birinchi, nemishqa Saidi menga doim boshqachalar ta'sir berdi. U menga olmaydigan turib, qandoqsiga yutib ketdi. Ikkinchi, harbiylarni kim o'ldirgandi? Bu ish bilan Saidining yutib ketishi ancha farqlanib ketmaganiga qaraganda, bu ishda cho'qim bir gap bor. Uchinchi, Saidini ib ketgan kim? Harbiylarni o'ldirgan kim? Kesib aytishga bo'ladi-ki, u hargizmi oddiy odam emas. Endi qanday qilish kerak? Qaytib ketishga Savaki bilan qo'mondan qo'shilmaydi. Lekin ular mushundaq joylik qilaversa, oxirida hammaylar o'lib ketishi mumkin. Hay. Mushu xiyollarni qilgandan keyin Savaki bilan ko'rishib, ko'pchilikni qaytirib kelishga undash uchun uning chidiriga qarab maqdim. O'ylamagan yerdan chidir oldiga kelib, chidir ichidan anglangan ovoz tufayli qadamlarimni to'xtatdim. Hozir qaytib kelmoqman. Lozim bo'lsa, yordam chekkan avatib beramiz. Men qo'mondonga to'plab qo'ydim. Harbiylar uxlamay sizlarni quvdaydi. Chidirdan ayrilmay, hamma bir chidir deydimi, ha? Aras. Boyaq gaplar rost bo'lsa, Saidi qaytib kelib qolsa, ko'proq diqqat qilib ko'zinglar. Alayda iqtatdan bir ish qilmoqchimi? Hargiz chondirib qo'yishga bo'lmaydi. Yo'ldoshlar, o'lib ketgan va yutib ketganlar uchun bo'lsa-mu, cho'qim qanoatlanarlik bir javob deb kelishini umid qilaman. Ma'qul. Men cho'qim butun kuchimni chiqarib, bu ishni tekshirib tadqiq qilaman. Savaka shundoq deb sun'iy hamrohlik telefonini qo'yibdi. Bu so'zlarni anglagandan keyin hozir qaytib ketolmaydiganligimizni bilib yetdim. Quloq tuyimda baya yanfundi so'zlagan odamning Saidi qaytib kelib qolsa, bakrak ko'z quloq bo'linglar degan so'zi takror anglanishga boshladi. Ular nemishqa Saidini ko'zdidi, nemishqa ehtiyot qiladi. Ajaba, men bilmaydigan ishlarmi bormidi? Shularni o'ylab, kallamning ishchimi, teshimi ketib ketdi. Qanday qilishimni bilmay turganimda bir harbiy Savakining chidiri ichiga olmon-talmon kirib ketdi. Qarabla bir ish bo'lganligini xiyol qilib, darhol yugurib bordim. Harbiy yigit kirib ketib, uzoq vaqt o'tmayli qaytib chiqdi. Orqadan qo'mondan bilan Savaki chiqib, harbiy yigitning orqasidan yugurib ketishdi. Eng oxirida bovay chiqib, mening yonimga keldi. Bir ish bo'ptimi? O yerda kavob pishiribdi ekan, shuning xabari. Voy, nima ish bo'lgandi debdi men texi. Yuring, bizmi berib eg'iz tegib baqayli, ha? Hay, bova, men bilmaydigan bir ishlar bormi qandaq? Qandaq deysiz? Boya telefondagi gaplardan ozroq anglab qoldim. Saidiga diqqat qilinglar degandek qildi.
rostdan desam, tunugin oqshom 2 harbiy o'lib ketdi. Tunugin men Saidining mengib chidirdan chiqib ketganligini ko'rgan. Yana kelib, shundoq ravon manganligini ko'rgan tanga. Gumonlanib, uning orqasidan agishib boqdim. U heliqi o'lib ketgan 2 birodar yotgan chidirga kirib ketdi. Hech qanday shapi anglanmagandan keyin men mo qaytib kirib uxladim. Hay, kim bilsin? Adisi dal shu chidirdan 2 jasad bayqaldi. Sizningcha bu to'g'ri gap qilishmi? Ha? Siz Saidi umaldimi? Shundoq. Garchi Turqi o'z ayni odamga o'xshasimi, mening u odamni asli Saidi emas degim kelyapti. O'ylab boqmamsiz. Harbiy degan chiniqqan, kuchtingir. Odatdagi meyib odamlar har qancha qilgan bilanmi, 2 harbiyni hech tivishsizli joylab yetanmaydi. Sizningcha uni yana normal odam deyishga bo'landi. Siz balkim bu ishni u qilmagan bo'lsa deyishingiz mumkin. U kuni post turganlar biror narsaning oramizga suqinib kirganligini ko'rmadi. Demak, sirtdan kirmagan ekan. Bu ishni cho'qim bizning oramizdagi bir aylan qilgan. Menga ishonsangiz, men Saidining chidirga kirib ketayotganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Demak, bu ishning javobi aniq bo'ldi. Bu qanday gap bo'ldi endi? Saidikam herkes undaq ishni qilmaydi. Ha, shundoq. U Saidi emas. Balki uning qiyofatiga kirib olgan sirliq biri bo'lishi mumkin. Saidi bilan biz xeyli kunlarni boshdan kechirgan. Men eng dastlab bu odamni uchratgandalik ko'nglim to'ygan.